Asılları bugün 16 May 2025 yıl mijozlar uchrashuv tashkil etganmiz. Aviabank Turkiya filiali tomonidan aradan mahkam shunda boshqaruv o'rinbosari bo'lib ishlayman. Sizlarga o'zimizdan qilgan shaxslar uchun kredit mahsulotlarimizdan so'z o'taman. Birinchi kredit mahsulotimiz summasi 5 million so'masi biznesga birinchi qadamda aytiladi. Nomi bu muomalaga layoqli oxirgi 2 oy davomida rasmiy daromadga ega bo'lmagan o'zimizdan qilgan O'zbekiston Respublikasi fuqarolariga beriladi. Kreditimiz muddati 12 oy, yillik 25%, qatlam kezlovchi 23%. Buna talab etiladigan hujjatlar pasport yoki kredit karta, o'zimizdan qilganlik to'g'risidagi ma'lumotnoma talab etiladi. Keyin ikinchi kredit turimiz biznesga ko'mak krediti. Bu kredit muomalaga layoqli oxirgi 2 oy davomida rasmiy daromadga ega bo'lmagan o'zimizdan qilgan O'zbekiston Respublikasi fuqarosi bankka biriktirilgan mahallalarda tanlab olinadigan xonadonlarga ajratiladi. Bizda tumanimizdagi 10 ta mahalla biriktirilgan. Ular Sho'raham, O'zbekiston Yaxtaliq, Navro'z, Navoiy, O'zbekiston Muhili, Mustaqillik, G'alaba, Ibn Sino, Yangiobod mahallalari. Bu kreditimiz muddatligi ta'minlangan shartlari asosida kredit tarif hisobga olinmagan holda faqat muddati o'tgan kredit qarzdorligi mavjud bo'lmagan hollarda ajratilmaydi. Hamda rivoyatlar guruhining ijobiy xulosasi talab etiladi. Kredit muddati 48 oy, 6 oylik imtiyozlar bilan yillik 25%, qatlam kezlovchi 23% dan ajratiladi. Shaxsni tasdiqlovchi hujjat yoki ID karta, o'zimizdan qilgan to'g'risidagi ma'lumotnoma, hokim yordamchisi tomonidan mijozning faoliyat turi bo'yicha tavsiyanoma, kredit omonat hujjatlari talab etiladi. Keyingi kredit turimiz o'zimizdan qilgan jismoniy shaxslarga mahalla loyihasi mikrokredit ajratish tartibi. Bunda kreditimiz miqdori 50 million so'mgacha bo'ladi. Muomalaga layoqli oxirgi 2 oy davomida rasmiy daromadga ega bo'lmagan o'zimizdan qilgan O'zbekiston Respublikasi fuqarolaridan bankka biriktirilgan mahallalarda istiqomat qiluvchi fuqarolarga ajratiladi. Bu muddatlilik, ta'minlanganlik, qaytariluvchanlik, to'lovlilik shartlari asosida ajratiladi. Muddat o'tgan kredit qarzdorligi mavjud holda ajratilmaydi. Yillik foiz stavkasi 25%, qatlam kezlovchi 23%, muddati 60 oygacha, 24 oylik 2 yil, ya'ni imtiyozli davr mavjud. Mikrokredit hisobini kredit qaytmaslik sur'atda bo'lish yoki 3-shaxs kafilligi inobatga olingan holda beriladi. Pasport yoki ID karta, o'zimizdan qilgan to'g'risidagi ma'lumotnoma, mahalla banki tavsiyanomasi, kredit ta'minot hujjatlari talab etiladi. Bu kreditlarni berishdan maqsad ishsizlarni ish bilan ta'minlash bilan maqsadimiz. Shuning uchun ishsiz fuqarolar ajratiladi. Agarda shu kreditni qiziqish bildirsanglar, olish niyatlaring bo'lsa, bankka kerakli hujjatlarni taqdim qilsanglar, ish bilan kreditlaringizni ajratib beramiz.